Laylo, nega haligacha turmushga chiqmayapsan? Ha, to'g'ri, nimaga turmushga chiqmayapsan hali ham? Nasib bo'lsa chiqarman. Qachon endi? Vaqt ham o'tyapti. Ko'ryapsizlar-ku, hamma dadamdan qolgan boyliklarim uchun sovchi jo'natyapti. Bu merosni o'zini o'rni bor. Oila aynan meros uchun tuzilmaydi-yu, oilani alohida o'zini mulki bo'lgani yaxshi deb o'ylayman-da. Ha, to'g'ri o'ylabsan. Shuning uchun ham nikoh shartnomasi bor-da. Nikoh shartnomasi u faqat ajrim uchun tuzilmaydimi? Yo'q, u faqat ajrim uchun emas. Men huquqshunosman-ku. Nikoh shartnomasi o'zaro kelishuv va hurmat va bu qonunlarimizda ham belgilab qo'yilgan. Nikoh shartnomasi haqida Laylo bilmasa kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Nikoh shartnomasida qaysi mol-mulk umumiy, qaysi mol-mulk shaxsiy, hammasini kelishib olsa bo'ladi. Demak, nikoh shartnomasida turmushdan keyin bo'ladigan tushunmovchiliklar haqida yoziladimi? Ha, nikoh shartnomasini turmushdan oldin ham, turmushdan keyin ham tuzsa bo'ladi. Ya'ni tinch oila aniq kelishuvdan boshlangani yaxshiroq. Turmush qurmasimdan oldin, ya'ni nikohdan o'tmasimdan oldin ham nikoh shartnomasini tuzsam bo'ladi ekan-da. Ha, bo'ladi. Yaxshi.